Demak, rinoplastikadan keyingi 10 ta katta xato. Agar bu mavzu qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha qo'ying. Albatta, podpiska qilishni unutmang. Birinchi xato. Dorilarni o'zboshimchalik bilan qabul qilishni to'xtatish yoki tavsiya etilmagan dorilarni o'zboshimchalik bilan qabul qilish. Yuz va burunni asossiz, odatiy ravishda bosim bilan uqalash operatsiyadan keyingi kunlarda. Jismoniy yuklama bilan, sport bilan shug'ullanish mumkin emas. Burun ustiga yoki yon qismlarga haddan tashqari ko'p muz yoki issiqlik ishlatish. Quyosh ostida ko'p yurish, zagoratsiya qilish. Gapirganda ko'p mimik holatlar, mushaklarni ko'p naprigatsiya qilish. O'zbekchasi nima bo'ladi? Yozib qo'yasizlar. Noto'g'ri uxlash, yonboshlab yoki burun bilan uxlash. Albatta, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish. Shifokor tavsiyalarini bajarmaslik. Eng oxirgisi, to'liq natijani kutishda xulosalarga shoshilish.